Assalamu alaykum qarindoshlar. Shanba kuninglar xayrli bo'lsin. Bugungi bilib qo'ying leksiyarimningki 25-qismida graf nazariyasini bir qisqacha tanishtirishday dedim. Graf nazariyasini eg'izga olganda atoqli matematik Leonhard Euler'ning ismini atash to'g'ri keldi. Ama bir yerda oldi bilan bu masalani sizlarga bir ko'z tutay. Bu nihoyat tushunishli masala. Bu Kaliningrad degan bir shahar var ama Rusiyada, hozir Rusiyaga tabi. Ama o'z vaqtida Prussiyaningki bir cho'ng shahar ekandik. Shu Euler'ninki yashagan davrida, ya'ni shu 1730-yillari shu Prussiyaga qaratgan. Bu shaharning ismi Königsberg deydi. Königsberg degan shaharning o'ttirida bir daryo var ekanda, mana daryo. Bu daryo bu shaharni kesib o'tadi ekan, daryoning o'ttirida mustaq ikki orol bor ekan. Endi bu orolga uzundan beri ko'riklarni soldi ekan. Mana bu yerda bir ko'rik, mana ko'rik deydi, mana bir ko'rik, mana bir ko'rik. Cemi 7 ko'rik bor ekan bu yerda. Bu yerda yana ikkisi var. Mana cemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ko'rik var. Bu şehrin ağaları hem de bu şehrin oturuq joylashgan ekan bu ikki orol. Yani albatta bu ko'riklarni yasab hem de uyoq bu yoqqa o'tib buni orollarni sayohat qilishni yaxshi ko'rganda, shu sayohat qilish jarayonida bu yerda bir savol paydo bo'ldi ekan. Mishalda shu 7 ko'rikni har birisini faqat bir qadamdan kesib o'tib, shu 7 ko'rikning hammasini o'tkazib olamdi degan bir savol o'tirib qo'yildi. Yani fakat bir ko'rikdan fakat bir qitimda o'talaymiz. Shuna bo'lgandan keyin bu masala nurg'un kishilar sinab boqadi ekan. Lekin hech kim buningki ashtaq mingish yo'lini topa olmaydi ekanda. Dal shu mezgillarda bu Euler Königsbergga bir sayohat bor ekanda. Sayohat bo'lgandan keyin u Eulerning vaqtida dаңқы chiqqan matematik bo'lgan uning do'stlari bir savol paydo bo'lib qoldi, shuni sen hal qila olamsan deydi ekanda. Euler buni qarab boqib biroz boshqa turib, buningki bu masalaninki yechilishi, ya'ni javobi yo'qligini matematik usulda isbotlab chiqar ekan. Endi Euler shu masalani hal qilish jarayonida graf nazariyasi deb atildigan matematikaning yangi tarmog'ini barliqqa keltirdi. Bu qanday qildi deganda Euler shunday konkret ko'ringan bir masalani bu abstraktlashtirib, buni matematika usuli orqali, ya'ni graf orqali ifodalayvergan. Bu yerda qanday qildi deganda Euler manda deydi, masalan, mayani biz agar A deydigan bo'lsak, ma orolning birisini B deydigan bo'lsak, ma tarafini C deydigan bo'lsak, andiki ma yana bir orolni D deydigan bo'lsak, ular nima debdi deganda, shu orol va rayonlarni A, B, C, D harflar orqali ifodalagan bo'ldi deb ne anda debdi. Masalan, A nuqta, B nuqta, C nuqta. Andiki yana bir nuqta nima deganda D nuqta. Mana A deyli, mana B deyli, mana C deyli, mana D deyli. Şu vaqtida bu orol bilan rayonni ulashtiradigan ko'riklarni siziq orqali ifodalaydigan. Bu vaqtida A bilan B ga ikki yo'l var da, manda mangsim bo'ldi, manda mangsim bo'ldi. Shu vaqtda bu yerda ikki siziq bo'ldi. Şunun o'xshash B'dan C'ga o'tish uchun yana ikki ko'rik var da, B'dan ma tarafdan mang'da bo'ldi, ma tarafdan mang'da bo'ldi. Shu vaqtda B'dan C'ga yana ikki nima bor? Ikki yo'l bor. Endi
B'den D'ga şu. B'den D'ga faqatla bir yol var. Şu vaqt mındaq oldu. A'dan D'ga mı yani A'dan D'ga mındaq yollanman oldu. A'dan D'ga mı yani mındaq kelgin oldu. Begin bir yol var. Şunun o'xshash C'den D'ga mı bu yerda bir ko'rik var. Albatta bu yerdan bir yol oldu. Şu vaqt qanday oldu deganda o'ylar mushundaq konkret bir masalani abstraktlaştırıp mushu mayada ko'rsatgan mushu shakl orqali ifodalaydigan bo'ldi. Buni o'ylar graf deb atagan. Bu yerda bir narsani deb o'tay dedim. Mayadagi ma'u shaklning o'zi bu nuqtalarninki o'rni va bu siziqlarning uzunligi bilan munosabatsiz. Bu yerga o'lcham degan narsa bo'lmaydi. Faqatla shu nuqtalarli bo'lsa, andikin ularni tutashtiradigan siziqlarli bo'ladigan bo'lsa, buni graf deb atash bo'ldi. Buning o'xshamaydigan masalan koordinat sistemasini deb olaylik. Masalan x, y o'tganda men deb o'tdim. X, y shu koordinat sistemi orqali bir tekislikni ifodalaymiz. Tekislikka har qanday nuqtani masalan x, y koordinat orqali ifodalaymiz. Bu vaqtida mana bu koordinat sistemasidagi graf deganninki shakllari shuning o'zininki o'lchami andiki uning qurashtirilishi orqali bog'liq bo'ldi. Lekin mana uning bilan bog'liq emas. Koordinat sistemasi bilan bog'liq emas. Masalan, meyadagi uzunlik degan muhim narsa, masalan, mana nuqtadan 0,0 nuqtada meyga kelgan mana orlig'i degan o'zgarib ketadigan bo'lsa, bu geometrik shaklni o'zgardi deymiz. Lekin mana graf nazariyasida undaq bo'lmaydi. Masalan, mana qarab boqaylik. Mana manda deb ifodalaymiz. Buni boshqacha ifodalasak bo'ladi. Masalan, A, B, C, D deb manda ifodalasak bo'laverdi. U vaqtda biz faqat nimani qila olamiz deganda manda qilaymiz. Mana agar siziq orqali ifodalasak bo'ldi. Mushumi mana Mushuning o'zi mana shu ma'ning bilan graf nazariyasi bo'yicha aytgan chaqda mana ikki shakl degan o'xshash shakl bo'ldi. O'xshash shakl deb qaraldi. Bu to'g'riliq birdan turib yana bir misollarni keltirib bu yerda mishahada to'xtatlaydi. Ham o'yinlarninki matematik isbot qanday bo'ldi deganda, mushundaq masalani hal qilishda buning shakli, buning o'lchamlari munosabatsiz bo'ldi. Faqatla mana bu ABCD nuqtalar bilan shu tutashgan siziqlarning soni bilan munosabatli bo'ldi. Ya'ni o sonlarning taqsam bo'lamdi yoki jufsam bo'lamdi degan bilan munosabatli bo'ldi degan xulosani chiqargan. Endi men bu yerda ma'ni o'chirib turay, chunki bu mavzu kerak emas. O'chirib turib, men bu yerda graf nazariyasidagi ba'zi bir terminlarni, ya'ni atalg'ularni sizlarga bir qurib tanishtirib o'tay. Masalan, graf nazariyasida chekitni inglizchada vertex deydi. Vertex. Ma vertex 1, ma bu vertex 2. Mesela ikki nuqtani berganda graf nazariyasida mushu uning o'zimi bir graf. Bu ikki siziqni agar biz mana vertexni uyg'urchada nim deb olsak bo'ldikdan hamda buni cho'qqa deb olsak bo'ldi. Hamda nuqta deb olsak bo'laverdi deb qarayman, chunki inglizchada shundoq ham bu yerda ingliz tilida vertex deb atildi bu yerda. Hamda bu ikki nuqtani tutashtiradigan siziqni inglizchada edge deydi. Edge deganimiz hamda mana bu nimaninki qiri degan gap. Masalan, ma'nochi mana edge deymiz mana. Qiri degan gap bu. Qiri deb olaylik buni. Shu vaqtda ikki nuqtani, ikki vertexni bir qiri orqali tutashtirganda bu bir graf bo'ldi. 3 nuqtaga kelganda-chi, 3 nuqtaga kelganda o'xshash. 3 nuqtaga kelganda mana men bir 3 bo'lingni sizdirgan bo'lsam, yoki bo'lmasa ma chambarda ko'ringan bo'lsa, bu yerda ancha muhim emas, bu yerda men faqat mana tushunchani sizlarga tushuntirib o'tay. Bu yerda masalan 3 nuqtani olaylik. Muştaq 3 nuqta olgan chaqda mushumi ma graf bilan ma grafning ikkisi barobar graf deb atildi topologiyada.
Geometrilerning farqi bor. Geometriyada abay men dep o'tdim. Geometriyada degan o mavu taraflarninki shakli, taraflarninki o'lchimi munosabatli. Bu yerda taraflarning shakli munosabatsiz bu yerda. Masalan, men yerda mani yayqib sizdim-ku, chambarni yayqib sizdim. Ma'noning faqat nimani bayqaymiz deganda bu yerda 3 nuqta. Masalan, A, B, C degan 3 nuqta. Mana A, B, C 3 nuqta. Muşu nuqta bilan muşu nuqtalarni tutashtiradigan siziq, ya'ni qir bilan munosabatli. Geometriyada uningki geometrik o'lchamlar bilan munosabatli bo'ldi. Endi men grafni tunishtirish uchun sal murakkabroq bir oddiy misolni ko'rsatib, graflarning barobarligi to'g'risida shu tushunchani tunishtirib. Mana meyada ben meyga 6 çekitni meyga sizden mayakka 6 çekitni koydum, lekin onun nimeleri okşamaydı, orunlaştırışı da okşamaydı. Ma oturup bir çemberni sizdim. Çemberni bir yerde siz aydısam senli mürekkep toktaydı, şunu altına ala sizip kaldım. Muşlarını çünkü 3 yıldızını ben azı graf delaleyim. Çünkü manada vertexler var, 6 vertex, manada mı 6 vertex, manada mı çemberinin üstünde mi 6 vertex var, endikin bir yerde ma kırılırı var. Kırılırıdan bir yerde üççü oldu. Barlıq nuqtalarını bir yerde tutaştırdığan nimeler var. Edge, yani mavi, kırlar var, sızıklar var. Şimdi qarab bakaydı. Şimdi eğer ben mani mındak şekilde sızdıgan bolsam. Eğer bu şu nuqtalarını vertexlarni ulaştırıp etip bunu sizlik mayaqtikini men başqacha nima qilaman. Mesela her bir nuqtadan töven tarafdagi nuqtalarga men siziq sizman. Qaysi kam qoldi? Ama qarab bakaydı. Men bu yerda 3 grafni shakllantirdim, lekin graf nazariyasida shu 3 grafni baravar graflar deb ataymiz. Chunki abay men necha qatim deb o'tdim. Bu yerda bu nuqtalarni tutashtiradigan qarala. Nuqtalarni tutashtirishga o'xshab ketadi. Faqat nima deganda, masalan, men A nuqtani oldigan bo'lsak, men yerda A nuqtani oldigan bo'lsak, A nuqtadan 3 qir shu yerga tutishdi. 3 qir bu yerga tutishdi. Bu nuqtaga kelganda 1 2 3 tutishdi. Buningda 1 2 3 3 tur. Buningda 1 2 3 3 qir tutishdi. Buningda 3 tur. Yani barliq nuqtalardan faqat 3 qir tutishdi bu yerda. Endi A'ning o xususiyati bilan ma xususiyatini o'xshashlar. Ma'ni qaraydigan bo'lsa, ma nuqta qaraydigan bo'lsanglar, ma'ni A nuqtadaydi deb oladigan bo'lsak, A nuqtadan 3 siziq chiqildi bu yerda, uzunluğu 3 siziq. 1 2 3. Ma'ningda 1 2 3. Nima? Ma'ningda 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Mushu nimasi bo'yicha qanchaqda bu ikki shakl o'xshash shakl. Grafda. Ma'nini qaraydigan bo'lsak, ana har bir vertex qaraydigan. Ya'ni bir A'ni alaylik. A qaraydigan bo'lsak, mana 1 2 3 qir uning bilan ulashgan. Ma nuqtadan 1 2 3, 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 ma nuqtadan 1 3. Barliq nuqtalarni 3 nima qilib chiqdi. Shuning uchun mushu xususiyatni asos qilib graf nazariyasida bu graflarni o'xshash graf deb atildi. 2 olsam bo'lmaydi, 4 olsam bo'lmaydi. Bu hozir o'xshash grafni tunishtiryapman men. Agar ma'noda masalan ma'u agar manda qildigan bo'lsa, mana masalan ma'ni agar ma'siziq yo'q qildigan bo'lsa, nima ma'siziq yo'q qilgan bo'lsa, ma'ning ichidan jazman bir siziqni biz chiqarib o'tishimiz to'g'ri keladi. Ma'siziqni chiqarib o'tishimiz to'g'ri. U vaqtida graf nazariyasi o'lchamdan ma ikkisi yana o'xshash bo'ldi. U vaqtida ma'nodan qanaqa qilamiz? Buningdanmi ma'u masalan bir siziqni bir chiqarib o'tamiz. Graf nazariyasi bo'yicha ma'la 3 yana o'xshash degan. O'xshash graf degan gap. Yuqorqi tushunchani ta'kidlab o'tsam, mana tuvandagi ko'rinishda o'xshamaydigan shaklda
graf nazariyasida o'xshash grafni bildirdi. Chunki cho'qqilarning soni bilan qirlarning soni bir-birisiga mos keldi. Mana qaranglar. Endi ma tövəndik yana bir tushunchani tanishtirib o'tay. Bu endi graf nazariyasida mushundaq graflar to'liq graf deb atildi. To'liq graf deganimiz ma'lum grafdagi har bir jup cho'qqa qir orqali tutash turgan bo'lsa, mazkur graf to'liq graf deb atildi degan aniqlamiz bor. Masalan, meyadagi ma shakllarni qarab chiqaylik. K2, K3, K4 qatarlıqlar bularning hammasi to'liq graflarning misollari. Her bir jup cho'qqa siziq, ya'ni qir orqali ulashtirilgan. Endi shu bugungi leksiyarimningki meg'izga kelsak, endi Euler Königsberg meselesini qanday hal qilgan deganda u matematikada isbot berib, mana tövəndiki xulosasini chiqargan. U ning xulosasida agar ma'lum graf ustidagi barliq cho'qqilarning qir soni jup son bo'lgan bo'lsa, ya'ni 2, 4, 6, 8 degandek jup son bo'lgan bo'lsa, yoki faqat ikki cho'qqisining qir soni 90 bo'lsa, mazkur grafni kezib o'tishga bo'ldigan graf deb ataymiz debdi. Endi bu yerda kezib o'tishga bo'ldigan deganda inglizchada traversable deydi. Buni men shu kesib o'tishga bo'ldigan degan. Masalan, Königsberg ko'rik masalasi u kezib o'tishga bo'lmaydigan masalalar qatoriga kirdi. Mana meyada tövəndiki 4 grafni qaraydigan bo'lsak, sol tarafdagi 2 graf u kezib o'tishga bo'ldigan graflar. Chunki sol tarafdan birinchi grafninki A cho'qqininki qir soni jup bo'ladi, B ning jup bo'ldi, C ninki taq bo'ladi, D ning taq bo'ladi. Shuningga bu yerda 2 taq, 2 jup bo'lg'achqa bu kezib o'tishga bo'ldigan graf. Ikkinchisi shu. Shuning o'xshash sanab chiqadigan bo'lsak, taq sonliq cho'qqilar yo'q. 7 cho'qqilarning hammasi jup sonliqga. Shuning bumi kezib o'tishga bo'ldigan graf. Bu o'ng tarafdagi ikkisi bular bo'lmaydi. Chunki ayda ko'rdik, taq sonliq cho'qqilardan 4 bor ekan. Bu 3-chisida. 4-chisida taq sonliq cho'qqilardan 3 bor ekan. 6'sı jup sonliqga. Shuning bo'lmaydi. Bu bir misoldir. Mana mushuni asos qilib, endi Königsberg masalasiga kelsak, Königsberg ko'riklarni kezib o'tkili bo'lmaydiganligining sababi graf ustidagi 4 cho'qqisininki qir soni taqson. Mana ko'rdinglar, B graf qaraydigan bo'lsanglar, sonlarga baqaqali A cho'qqininki qirlari 5, B ning 3, C ning 3, D ning 3. To'rtalisiniki hozir taqson chiqib qoldi. Shuning uchun bu masala mushu nazariya orqali isbotlanib bo'lgan. Endi eng oxirida bu nimadik graf nazariyasini qo'llanish to'g'riliq biroz to'xtalay. Graf nazariyasi hamda hozir nihoyat keng doirada qo'llaniladi. O'z vaqtida shu 1736-yili barliq kelgan chaqdilar buningki qo'llanishlari boshlangan nihoyat tezlikda. Masalan, 1736-yili Euler Königsberg meselesini hal qilganlik to'g'riliq bir maqola e'lon qildi. Shu maqola e'lon qilingandan keyin graf nazariyasi keng doir tarqalishga boshladi. Chunki uning qo'llanishlari bek keng bo'lib ketganda, masalan, shu shaharlarni loyihalashda, qatnash sistemasini loyihalashda, xarita chizishda,
Şunun o'xshash shu kishilarning o'zaro aloqalashishlari to'g'riliq shunday oddiy masalalarni hal qilishda rol o'ynagan. Mana meyadiki London shahrining yer osti metro sistemasi. Yer osti metro sistemasini shu graf nazariyasining ma'lum terimlardan foydalanib loyihalagan bu yerda. Bu yerda shunga bayqaydigan bo'lsak, bu qatnash masalasi kelgandichu bir bekatdan yana bir bekatga qanchalik og'irlik ketadi, bu ancha muhim emas-ku. Kishilar masalan sayohat qilgan chog'da bir nuqtadan yana bir nuqtaga qandoq qilib berishga bekor qiziqadi. U qanchalik vaqt ketish, qanday uzun yo'l ketadi, uning ancha nima qilib ketmaydi. Albatta, konkret masalalarda 2 soat bilan 1 soatning farqi bor. Mening demoqchi bo'lganim, bu yerda masalan shu London shahrining yer ostidagi metroni qaraydigan bo'lsak, har qanday nuqtadan yana bir nuqtaga berishning shu nimalarni, shu graf nazariyasidagi shu abay deb o'tgan shu cho'qqa, ya'ni vertex yoki qir, edge larni nihoyatda yaxshi loyihalab chiqargan. Hozirgi zamondagi municipal planning deydi, shaharlarni planlashda, qatnashlarda bularda nihoyatda keng doir. Bo'libmi shu yaqingi zamonda shu kompyuter sistemasida texnik bak qo'llanilgan bo'lib ketdi. Masalan, endi biz hozir communication network deymiz-ku, internet technology deydi. Internet technologyda shu graf nazariyasi nihoyatda kambusi bo'lmaydigan bir nazariya bo'lib qoldi hozir. Chunki u kishilar bilan kishilarning orasidagi munosabat, masalan aeroplan qatnash deymiz, yer osti qatnash deymiz, metro qatnash. Endi shu aloqalashish jihatlarni aytgan chog'da hammasi shu kishilar bilan kishilar yoki nuqtalar bilan nuqtalarning munosabati shular bilan bog'liq bo'ldi-da. Shuning uchun bu graf nazariyasining qo'llanilishi texmo keng doirada qo'llanilgan bo'lib ketdi. Men endi bu nazariyani xeyli burunli o'qigan, shu bir 30 necha yildan burunli graf nazariyasidan azroq xabarim bordi, lekin u vaqtdagi qo'llanishlari hozirgidek emasdi. Hozir kambusi bo'lmaydigan bir fan bo'lib qoldi. Shuning uchun bugungi shu leksiyarimda bu graf nazariyasini ham dastlabki qadamda bir azroqli tushuntirib chiqdim. Buningga qiziqadigan qarindoshlarning texmi ko'p bo'lishini orzulayman. Rahmat.